Bid'at lug'aviy ma'nosi yangi narsani chiqarish, yangi narsani bir barpo qilishlik ma'nosini bildiradi. Shariat islohida esa islom shariatida bir yangilikni joriy qilib qo'yib, mana shu narsa ham aslida islomdan bor, islomdan mana shu narsa deyishlik yoki mana shu amalni qilib, undan savob umid qilishlik ma'nolaridagi amallarga nisbatan bid'at deyiladi. To'g'ri, bid'at to'g'risida bid'ati hasana yoki bid'ati sayyi'a degan tushunchalar bor. Lekin bugungi suhbatimizda aynan mana shu bid'at to'g'risida to'xtalmoqchimiz. Bid'at nima? Ahli bid'at nima desa, bunga ulamolarimiz, aynan ulamolarimizdan Ayyub Sixtiyoniy degan zot aytgan ekanlarki, ahli bid'atning bid'atidan qaytgandan ko'ra kofirning musulmon bo'lishligi osonroqdir degan ekanlar. Nima uchun? Chunki kofir mana shu islomni ta'limotini, uning haqiqatini bilmaganligi uchun kofir. Bid'atchi esa, ahli bid'at esa ba'zi bir amallarni qiladidagini islom shu deydi. Ya'ni mana shu qilgan amalidan savob umidida bo'ladi. Ana shu aynan mana shu o'zi qilib turgan bid'at amalni qilmagan insonlarni gunohkor bo'lishlikda ayblaydi. Shuning uchun ahli bid'atni xatari kattaroq ekan. Xuddi mana shu so'zlarni isboti o'laroq bir oyati karimani ham keltiradiki, astag'firu billah, allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya'ni ularni qilgan amallari shu dunyoning o'zlarida botil bo'ladi. Va ular o'zlari qilib turgan ishlarini eng to'g'ri amaldir deb hisoblaydilar degan oyati karimani misol qilib, dalil qilib keltiradi o'zlarining so'zlariga. To'g'ri, bu oyati karima o'zi aslida Alloh taolaning oyatlariga, Alloh taolaga ro'para bo'lishlikka ishonmaydigan kofir qavm to'g'risida nozil bo'lgan bo'lsa ham, ba'zi ulamolarimiz mana shu oyat ahli bid'atlarga to'g'ri keladi deydi. Chunki ularni ushlab olgan narsalari, o'zlari da'vo qilib turgan narsalari aynan bid'at ekanligi bilinadi. Hozirgi kunda ba'zi bir toifalarning chiqishligi, ular o'zlarini qilib turgan amallarinigina, ya'ni o'zlarini yo'llarinigina to'g'ri yo'l deb bilib, undan boshqa yo'lda yurgan insonlarni kufrda ayblashlik yoki ularni adashgan ekanligini ayblashligini baralla aytishlarini biz albatta mana shu insonlarni ahli bid'at desak to'g'ri bo'ladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida biron bir kishi, hech bir sahobiy ba'zilarini adashganlikda ayblamagan. Hech bir sahobiylar bir-birlarini kufrda ayblamagan. Qachon bu inson musulmonni kufrda ayblashlik joriy qilindi deydigan bo'lsa, mana shunaqangi toifalar chiqishligi bilan, mana shunday ahli bid'atlarni chiqishligi bilan mana shu insonlar bir-birlarini kufrda ayblaydigan. O'zlarini toifasiga, o'zlarini aytaylik o'sha yo'l yo'riqlariga yurmaydigan insonlarni adashganlikda ayblaydigan ahli bid'atlar chiqdi. Azizlar, buni xatari shunday ekanki, bu mana shu musulmon jamoasini, butun jamiyatni tafriqaga solishlik, ularni ba'zilarini o'rtalarini buzib yuborishlik, o'rtalariga fitna, bir-birlarini yomon ko'rishlikkacha olib boradigan narsalarga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun islom shariati mana shu bid'at amallardan saqlanishlikka chaqiradi. Ahli bid'atlarga qarshi turishlikka islom ulamolari chaqiradi. Alloh taboraka taolo barchalarimizga tavfiq, rushd, hidoyat bersin.